Bu videoni oxirigacha ko'rmasdan uy olib qo'ymang. Toshkent postdan 7 kilometr kirganda mana hozir uyni ko'rsaman sizlarga. Kirganingizda o'ralaringlar hammasi suvga chiqib ketgan joylar bor. Podulda bochkalari, konturni ko'chatlarni qilib qo'yman. O'zimni uyim bular Makler Plusiz. Kirganingizda mana katta zal 5,5 5 ga 3,5 ga. Mana bu termiy showroom qaranglar. Mana qilsanglar, polni germetичный yopiladi mashinasi. Mashina $700 degan paytda 1400 ga qo'ydiraman, 2 barobar qimmat ekan. Kirganingizda bitta hol bemalol o'tirib choy ichsanglar bo'ladi. Mana bitta oshxona, oshxonaning tagiga podvol. Hop, bu yoqda bo'lsa детский spalnya. Bu yerda master spalnya o'zini sanuzuli bilan birga. Bu yerda bitta общий sanuzul o'zim qilib beraman deyapman. Bu yerda bo'lsa yana bitta master spalnya. O'rtoqlar, to'g'risi puldan qismasdan yaxshi arzon narsani qo'yaman. Mana bu elektriklar biladi, to'shkasi 50 mingdan. Mashinga ham 150 ming. Svetilnik. Uyga olib sotib qurib odamlar go'rchopdan qurib yotibdi. Musur uylarni, lombozni orqasi ko'rinadigan uylarni odamlar 60 ming, 70 ming, 80 mingga olibdi. Odam ko'rib jon achyapti. Zo'r uy qilib qo'yamiz. Bitta kelib ko'ringlar, yoqmasa kam bo'lmaygan bo'lagan deb yo'qolib qaytib so'kib chiqsanglar ham mayli. Pastki nomerga aloqa qilsanglar, kelib ko'rsataman. Maza qilib olib yashaysizlar, maza qilib yashab olasizlar. Mashinadan kamiga постоянный 150 litrli trubada suv ham o'tgan, orqamda aroda suv bor. Orqamizda bo'lsa uylar, mana bu orqamda uylarning orqasida katta огород. Toshkent havosi buzilgan paytda maza qilishdan joy.